Bu yog'i yoz keldi. BYD Hanni oqini qidirib yurganlar uchun 3.9 sekundda 100 ga chiqadigan 2021-yilda ishlab chiqarilgan BYD Han 3.9. Nikkelidan bilsanglar bo'ladi. 3.9 da bilmaganlar uchun life hack. Zo'r diskalar taqilgan mana. Salonlari ham zo'r holatda turibdi. Qo'jalarning hidlari ham ketmagan. Mashinaga zo'r, yaxshi diska balolar taqib qo'yilgan, o'ziga yarashib turibdi. Mashinani shikalat narxda beramiz, xudo xolasa. Nomerlari ham chotki turibdi. Kraskasi bitta oldi kapoti bilan orqa bagajida. Xudo xolasa kelgan odamga ko'rsatib, log'ki parvijena bo'lgani uchun aniq qilgan. Luklarni ochib qo'yib, maza qilib oqib yuradigan mashina. Orqalarida ham planshet hamma narsalari bo'ladi. Mashinaning holati zo'r bo'lib turibdi. Olgan odam baraka topadi. Hamma funksiyalari bor. Abdul Abagrev hamma narsalari bor. Narxi bo'lishini ish bo'l o'rtoq. Ulgurib qolinglar, 22500 deb eshitgan bo'lsanglar, eshitdinglar, 22400 ga mana obunachilarimga berib yuboramiz, xudo xolasa. Kelinglar, xarid qilib ketinglar, xudo xolasa, zo'r mashina.